Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sizlarga hozir 2013-yilda ishlab chiqarilgan Damas'imiz bor bugun sotuvda. Xo'sh, mashinamizga metan gaz baloni o'rnatilgan, karmetal diski balonlar taqilgan. Hozir salon ishlarini ham bir qator ko'ramiz. Obshivkalar qilingan, chexollar ham qilingan, tayyor mashina olib minishga. Most korobka motorlari yaxshi. Kraska mayda chuyda bir 20-30% ga yaqin kraskalari bor. 2013-yil Damas'imiz. Samarqand shahrida turibdi, Sagyana yangi yo'lda. Qiziqganlarga 35 million so'm qilib beramiz. Bu mashinamizga generalniy dairnis ham bo'ladi, оформление ham bo'ladi qiziqganlarga. Endi sal kech bo'lganda video obzor qilyapmiz. Endi videosi qanday chiqadi bilmadik-ku. Yurgani 172 ming yurgan. Most korobka motorlari yaxshi, 35 million so'm. Kelib ko'rib bemalol xarid qilaverasizlar. Mana shu mashinamizni 2013-yil Damas'cha. Savdomizga kutib qolamiz, kelaversanglar va yana boshlang'ich to'lovsiz Damas'imiz ham bor. 2024-yil, 21-yil Damas'imiz bor, boshlang'ich to'lovsiz. Avtokreditga chiqadi. Tan narxi $4,900. Bunisini 23niki. Xo'sh, $5,300 qiziqganlarga. Yana bir qator jihozlangan mashinalarimiz ham bor. Kelib ko'rib tanlab olaverasizlar. Kutib qolamiz buni savdomizga. Samarqand shahar, Sagyana yangi yo'lda. Mana hozir shu mashinaning nomerini ham sizlarga ko'rsatib beramiz kerak bo'lsa. Ana shu 35 million so'mga qo'yilgan mashinamiz. Kelib ko'rib bemalol xarid qilaverasizlar nasib bo'lsa. Ana bolalar yuvib taxlayapti o'zi shu mashinani. Avtokreditga chiqadi, naqdga, vikupga. Xullas mana shu turli turdagi mana shu Damas'larimiz bor hozir sherga sotuvda. Kelaverasizlar.